Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugungi lokatsiyamiz Oltiariq Azimovodga bo'ldi. Qurgan darvozamizni ko'rib bitta baho berasizlar. Eni 315, bo'yi 440 joyga o'rnatilgan. Eng full varianti 1 kvadrat 1 million 300 mingdan 18 millionga qurilgan darvoza. Bunga 1 million 300 ming holatga nimalar kiradi? 2 qavat, 10 ga 10 bo'ladi, 2,5 stenka, taglari 10 ga 5 shviller. Zubur zamok qimmatidan. İşte holati, mana shu holatda akalar. Ko'rib bitta baho berasizlar. Kimga kerak bo'lsa, ekran ostida nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.